Bekzod, hamkorlar bilan ertaga soat 2 ga uchrashuv belgilasak nima deysan? Bo'ladi, yaxshi do'stim. Bos. Nima deysan? Assalomu alaykum onajon usta. Yaxshimisiz? Menga qara, ming marta aytganman senga ish paytimda telefon qilmaganda, necha marta tushuntirish kerak senga. Chaynalmasdan tez-tez gapir. Kechki paytga shiringina qilib qozon qoptirmoqchi edim. O'shanga go'sht. O'zim olib boraman o'sha go'shtni. Sabr qilib o'tirgan. Telefon qilmaganda ish paytimda. O'zim bo'shab telefon qoraman. Ezding, bor ezding. Ikkida deymi ertaga uchrashuv? Bekzod, sen mani eng yaqin do'stimsan. Lekin har doim ayolingga mana shu qo'pol muomalangni ko'raman, eshitaman, lekin bugun men jim turaman. Hozir ayolingga qilgan muomalangni ko'chada kimgadir qilsang, qanaqa javob olish yaxshi bilasan o'zing. Sen ayolingni eshitishing kerak. Balki nimadir kerakdir unga. Yoki farzandlaring mazasi yo'qdir. Ro'zg'orda kamchilik bordir. Eshitmasdan jerk telefonni qo'yib qo'yadi. Sani bu muomalangdan keyin uyga borganingda yaxshi kutib oladigan, kulib kutib oladigan shu ayoling bo'ladi. Farzandlaringga tarbiya berib, ularni oq yub, oq tarab o'tiradigan mana shu ayoling bo'ladi do'stim. Sen har kuni ishga ketganingdan kechqurun uyga kelgancha ko'chada yurib, mana shu seni haqqingga duo qilib o'tiradigan ham shu ayoling bo'ladi. Shuni bilasanmi? Hayotda har xil vaziyat bo'ladi do'stim. Cho'ntagimizda bir so'm pul qolmaganda ham, ertaga qariganimizda, tushdan qolganimizda ham, kasal bo'lib qolganimizda ham mana shu yonimizda parvona bo'ladigan, bizga g'amxo'rlik qiladigan mana shu ayollarimiz bo'ladi. Meni ham boshimdan o'tgan do'stim. Ayolingga yaxshi muomala, uni hurmat qilgin. O'zi hayot qisqa. Ertaga farzandlarimiz katta bo'ladi. Hammasi o'zi bilan bo'lib ketadi. Yonimizda faqat mana shu ayollarimiz qoladi. Meni gaplarimni tushunding deb o'ylayman. Do'stim, sen meni eng yaqinimsan. Ayolingni hurmat qil. Tushundim do'stim. Dilafruz? Assalomu alaykum onajon. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsan? Rahmat, yaxshi. Nima qotding? Shu bolalarni uxlatayotgandim. Sendan uzr so'ramoqchiman. Boya senga baqirib yubordim hammani oldida. Meni kechir. Boshqa hech qachon senga baqirmayman. Bilasan? Senga zo'r narsa olib keldim. Voy. Qara. Rahmat. Taqib ko'rchi. Boringga shukronasi. Yarashdimi? Uzukka ko'z qo'ygandek. Rahmat, sizga ham boringizga shukr, onajon.